Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, qadrbaland insonlarimiz. Bugun 13-mart 2025-yil, haftaning payshanba kuni. Yana sizlar bilan mana ko'rishganimizdan albatta xursandman. Sizlar hozir joy olaman deb yaxshi niyatlar qilib qo'ygan insonlarimiz uchun hozir mana Prakkala tumani Obod mahallamizda Yangi O'zbekiston massivi ostida qurilib turgan 5 qavatli domlarimizni ko'rgazib o'taman. Bu domimiz yana balkonli, 3 xonali bo'lib, yana bitgan qismi Xudo xolasa bu yil ham 7 dom qurilishi ishlari olib borilayotir. Ko'rishlaringiz mumkin. Ustalar ishlab yuribdi, ko'rinib turgan bo'lsa. Yana ajoyib tarafi bog'cha yonida. Hurmatli yurtdoshlarimiz, bitgan qismi shunday ko'rinishda bo'ladi. Tashqi qismi balkonli. Shu joylari xarid qilishimizda kelib birinchi navbatda quruvchilar bilan shartnoma qilinadi. Xohlasangiz naqd pul asosida, bo'lmasa ipoteka kredit yoki subsidiyalar asosida xarid qilishingiz mumkin. Ko'p yillik tajribaga ega hozir quruvchimiz aytib o'tamiz. Davletov Murodbek aka bo'ladi. Shu domeni Davletov Murodbek akaga deyishli. Hozir 4-qavati bitib, 5-qavatida ustalar ishlab yuribdi. Xudo xolasa tez yaqin arada bitib qoladi.